Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men bugun Andijon Soy trikotaj bozorini yonida joylashgan shunaqa eshik, rom, MDF eshiklar sotadigan joyga kelganman, hurmatli obunachilar. Hozir shu yerdan eshiklarda, romlarda narx-navolarni sizlarga yoritib beramiz. Qo'ldan kelgancha eshiklarni ko'rishingiz mumkin. Eng arzoni bizda deb yozib qo'yishadi bu akalarimiz. Qani rostdan ham arzonmikan? Assalomu alaykum hormaylar. Xo'p, manaqa romlarni ham hurmatli obunachilar, hozir narx-navosini aytamiz. Videomizni boshidan bittadan like-ni bosib turasizlar. Qo'llab-quvvatlash. Biz ham endi ozgina mehnat qilyapmiz. Asakalayman o'zim. Asakadan kelib, mana narx-navoni yoritib berishga harakat qilamiz. Sizlardan faqat iltimos shu like bosinglar bo'ldi. Boshqa narsa so'ramaymiz. Buni qiyin emas, sizlar uchun mutlaqo tekin. Oshimozga ketdingizki bozordan farqi, mazabaqqa. Mana uni aka, bu magnetni chiqarib taqib oling aka. Shunday chiqarasiz. Hammom eshiklarimiz bor. 60 ga, 170 ta. Bo'yi 92 gacha pul bir xil. Unchiga 60, 65, 70, 75, 80, 90 orada 85 ham bor. Bo'yi 170, 180, 192. Buni u yog'i ham bor. 210 lira manaqa bo'ladi. Mana sizniki. Savdo bo'layotgan jarayonga kelib qolibmiz akani. Maqtayotgan joyi shu ekan. Alkafon variantda ekan. Mana. Buni aka boshqalardiki alkafon bo'lmaydimi bu yerda? Mana ko'ra. Ha. Plasmassa bo'lar ekan-da, bir ursa sinib ketadi. Ashunda 210 lira mana 90, 80, 70 lari bor. Tepasida ko'z bo'lmaydi. 220 dan boshlab ko'z bo'ladi. 240, yonidagi 220, 230 mana da bor. İki xonadonlarimiz bor mana. Yana 1, 1.5, 1.10, 1.15, 1.20. Bo'yi 240, 220 hammasidan bor. Narxlarni ham aytib o'ting, aka. Bularda narxlar hozirgi kunda sotayotgan narximiz 1.250 ming so'm. 1.250. Xo'p. Oshmosh 4 dan 8 ta bo'ladi ham. 3 dan 6 ta narsa bo'lsa. Tagi alkafon bo'ladi. Bozordan jinday qimmatroq, lekin buni keyin alishiraman desangiz, masalan, hozir bozordan 90 ming so'm, 100 ming so'm raysa qilsa, ikki xonadonlari. Keyin alishiraman desangiz, o'sha bir 200 ming tepasida rasm tushadi. Alkafonni kvadrati o'zi 15 dollar, 20 dollarda. Unga 3 ta pensiya alishadi keyin. Zo'r. Yana qayta ishlang bu. Bu keyin o'sha akfachisiz bo'lmaydi-da bu. Shtab bilan keshish kerak. Uyda uy sharoitida qilib qo'yadigan narsa emas. Albatta, albatta. Xo'p, razmeri bir xili mana shunaqa 1 million 200 qancha dedingiz? 50. 1 million 250 dedim. 1 million 250 ming so'm. Ha, 1, 1.5, 1.10, 1.15, 1.20. Shu razmerdagilar, ha? Bo'yi 220, 230, 240. 1.20, 210 larimiz ham bor. Tepasida ko'z bo'lmaydi, menga o'xshagan. Primoy bo'ladi. Splashma. Xo'p, ko'z yo'qlari ham mana shunaqa narx, ha? Ha, ko'z yo'q. Ikki qanot tikashgan, ikki qanot bir xil narx. Keyin 1.30, 1.40, 1.50 larimiz tayyor alkafon masdan bor. Skladda turadi, ular qimmatroq. U anaqa aytamiz. Uni o'zgarib turadi narxi. U hadovoy emas-da u. Alkafon mas varianti nimaga u qimmatroq deyapsiz? U katta razmerda. Talkan darvozada u 1.30, 1.40, 1.5 liklar. U hamma ham so'ramaydi. Olib kelgandan keyin turadi, pul ushlab qanchadir. Molalarga foydasiga hech qilmaydi uni. Ancha vaqt kutib turadi egasini. Mana shu akfani narxi tushunarsiz bo'ladi-da. Misol uchun kichkinasi ham mana shunaqa narx bo'ladi, balati ham mana shunaqa narx bo'ladi. Nimaga unaqa bo'ladi? Bizda объемda ishlanadi. Bo'lsa hozir hammasiga alohida narx charkash-shurkash bo'lib ketadi. Men bitta o'rtasini olinadi. Bizga hammom eshiklar bir xil narx, pramugalar bir xil narx. Lekin ashunda ham ko'chada yasab turadiganingiz eng kichkina masalan hozir 700 dedim-ku. Ko'chada yasab tursangiz 200 dan 700 dan baland chiqadi-da. Xizmat qilaveradimi aka bu? Xizmat qiladi, oshmosh 4 talik. Ko'chadagi kerak o'zi ko'chadagilar mashina olib ketyapti. Ulgurmayapmiz akazimizga deb. Yaxshi, qolganlarni ham ko'rsataylik, romlarni ham aka. Romlarmi? Endi romlarimiz mana ostda qoldi. Mana yoqda bor ekan shekilli. Bu ham eshik ekan. Romlarimiz mana yoqda bor yana. Hozir MDF eshik sizda yo'qmi? Yo'q, MDF akamda bor.
Romlar mana rom sklatimiz ko'p, chunki romning razmeri ko'p-da. 80, 90, 1dan endi 240 gacha borda. Endi 80 dan 240 gacha bor. Bo'yi 160, 170, 1.5, 140. Nima ola 90 ga 170, 1 ga 170. Narxini ham aytib keting, qora. 1 ga 170. Mana ola 550 sotilyapti hozir, 550 ming so'm. 550 ming so'm. Ha. Mana ola 580, 570. Sizning nomingizdan kelgan ulardan 550 berib olamiz. Menikimlarga ham bilmaydi o'zi asli. Endi ichda ko'rib keldi degan hisobiga. Mana ham 1.5 nima bo'ladi bo'yi? 1 1.10, 1.5 mana shular 500 ming so'm sotilishi hozirgi kunda. 500 ming so'm. Ha, 3 ko'z. Buni 80, 91, 1.10, 1.20 ga bo'ladi. 3 ko'z mana 1, 2, 3. Ani ikkitalik bo'ladi. Endi mana atrof geometrika izolyatsiya qilingan. Ichida terlatmagan dog'lari bor. Kimlarga basolar bo'ladi? 1.20 bor, 1.30 bor, 1.60, 1.5, 140 ketaveradi. Narxi necha pul? Buni 130, 140, 120 narxi bo'yi 1.60 gachasi. 580 ming so'm sotilyapti hozirgi kunda. 1.40, 1.5 ga o'tirgandan keyin, 1.5, 1.60 ga o'tirgandan keyin bo'yi ham 1.70 bo'lsa, ko'tariladi narx avtomatik. Mana razmerlar bor. 180 eni, 1.5 bo'yi. Necha pul bu? Bular 850 ming so'm sotilyapti hozirgi kunda. 850 ming so'm. Endi razmeri kattalashgan sari narx ham ko'tarilaveradi. Bu yaxshi xizmat qiladi, aka? Ha, aynaydi vaynoy. Atrofi geometrika izolyatsiya qilingan. Ichida teradigan dollari bor. Padokonlarimiz bor, peynalarimiz bor. Bular Toshkentdan keladi, ha? Toshkentdan keladi. Hamma ilarga Toshkentdan keladi. Biz bozorga Toshkentdan keladi. 2-3 tadan tarqatib olasiz. Plyuslar ham biznikini eshiklarimizga aytamiz. Oshim-oshiq bittadan dabbaga qo'shtiramiz. Oshim-oshig'imizga tagini alkafon qildiramiz. Ana shuning uchun bozorda farqimiz bor. Konkretimizdan kamroq bizda bozorda. Yaxshi. Barakasini bersin unda. Bo'ldi aka. Charchamang. Kelasizlar xizmatimizga shu yerda. Bo'ldi. Rahmat katta aka. Xo'p. Telefon nomeringizni aytib qo'ying, qora. Mabodo uyda turib ham zakaz beradiganlar ko'payib ketgan. 90lik 771 95 50. Xo'p, shu raqamlarga aloqa qiling. Xo'p, Muhammad Umar, ko'rishamiz. Xo'p. Ha, bozordan shunday kelishinglarga o'ng qo'lda joylashgan, hurmatli obunachilar. Endi MDF eshiklarda bir qator narxni aytamiz, yoritamiz. Bu endi keyingi videoda MDF eshiklarda narx-navosini sizlar uchun yoritib beraman. Shunaqa. Qani bu yoqda darvozalar bilan bor ekan. Darvozalarda ham bitta narxini yoritamiz sizlar uchun aka. Mana aka. Bu yoqdan bitta akamiz ko'rib qolibdi shekilli. Qani? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, charchamaysiz? Eshik-romlar arzon mana optimi? 1.450 ming so'mdan karishni eshiklar. Romlar 950 ming so'mdan mana. Rom plus eshiklarimiz 600 ming so'mdan mana. Porchkalar bor 200 ming so'mdan karishli porchkalar. Bular eshiklarimiz bor mana, mokri eshiklarimiz bor arzon mana. Romlarimiz bor o'tib ko'raverasizlar. bu eshiklarda ayniga двойной bo'ladimi? Yo bitta beramiz, bir qavatligi ham bor. bu bir qavatligi ekan-a? Ha, двойной ham ko'p beraveramiz. Romlari kichik, romlarniki. Oq alyuminlarimiz bor mana, keling do'konimizga keling. Brat, yaxshimisiz? Mana bu oq alyumin romlarimiz bor. Darvozalarda ham narxini chiqaramiz, hurmatli obunachilar. Kuzatib turinglar. Mana optim oq alyuminlari ham bor, plastlari ham bor mana. Nechi pul? 750 ming so'mdan 950 ming so'mga, 3 ko'zlari bor mana 700 ming so'mdan. 5 ko'zlari bor 850 ming so'mdan. Bu ayniga двойнойmi yo 2 bittalik? qavat, 1 qavat. Alyuminlarimiz 1 qavatdan, plastlarimiz 2 qavatdan. Xo'p. Yaxshi bir narx-navosini ayting aka, bu 5-6 tasini aka. Mana 3 ko'zlarimiz bor 700 ming so'm, 5 ko'zliklarimiz bor 850 ming so'mdan. Aynalarning ham qavatini ham aytib o'tib keting. 1 qavatlik, 2 Hammasi. qavatlilarimiz bor 900 ming so'mdan. Eshiklarimiz 1 qavatdan mana 2 metrga davr 590 ming so'mdan. Yaxshi aka. Rabochiy darvozalar ham bor, hurmatli obunachilar. Buni ham yoriting desanglar, buni ham yoritaman sizlar uchun. Xizmatdaman. Eshiklarni ko'rishinglar mumkin. Bu hammom eshiklar bo'lsa kerak. Qani, davom etamiz. Suvlar bor.